Sizlar bilan bugun yangi kelgan PlayStation'larimizni bitta obzorini ko'rib chiqamiz. Uni narxiga keladigan bo'lsak, o'yinsiz holatda $180 narxga beramiz. Ikkalasini ham $180 4 slim model. Bunaqa narxda topishlar qiyin. PlayStation 4 Pro modelimiz 1 terabaytli, o'yinli holatda $240 beramiz, o'yinsiz holatda $200 beramiz. Reklamadan keldik, ko'rib keldik desanglar, yana ham skidkasi bor. Joystiklarni yoniga qo'shib beramiz. Korobkalari bor buni, hammasi bor. Komplektida nima bo'lsa o'shalar bor. Plombalari uzundagi radnoy bo'lib turibdi, plombalar olinmagan. $140 ga 5 modeli вообще ishkalat narxda. Buni chunki yangisi o'sha paytda 600 dan baland sotilgan. Do'konimiz manzili Malika bozor A5-do'kon. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Bizda PlayStation'lar, MacBook'lar, yangi noutbuklarimiz mavjud. Sotuvda hammasini garantiyasi bilan olib ketsanglar bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli Smartbooks obunachilarimiz. Sizlar bilan bugun yangi kelgan PlayStation'larimizni bitta obzorini ko'rib chiqamiz. PlayStation 4 Slim modelidan 5 Slim modeligacha olib kelib qo'yganmiz. Narxlari juda ham yaxshi narxda, hamyonbop narxda. Bitta tanishtiramiz, xudo xolasa. Mana PlayStation 5 4 Slim modelimiz oq rangda. Oq rangini ko'pchilik so'rashadi. Oq rangi holati juda ham idealni bo'ladi. Buni mana yoniga bitta joystiklar bilan qilib beramiz. Oqqa oq qilib, padmas qilib, hech qanaqa aybi yo'q. Buni 5 oy, 6 oy garantiyalari bor. HDMI kabel, tokkuli degan kabel, hammasi joystik zaryadkasi, hammasi komplektida bor. Korobkalari ham bor bu modellarimizni. O'zingizlar tanlab, holatini ko'rib olib ketsanglar bo'ladi. Bizdan yoki o'yinli yoki o'yinsiz holatda olib ketsanglar ham bo'ladi. Yo o'yinni o'zim tanlab yozaman, tanishim bor deb turib ko'pchilik bizga aytadi. Xohlasanglar o'yinni o'zingizlar yozib olsanglar bo'ladi. Narxi o'yinli yoki o'yinsizga qarab narxi o'zgaradi. Bular 1 terabaytli bo'ladi asosan. 4 slim modelimizda 5 talik ham bor. Xohlasanglar 500 gigabaytli yoki 1 terabaytli 4 slim modelni olib ketishinglar mumkin. Xuddi shunday mana. 4 slim modelning qora ranglisi ham bor. Oq qora ranglisi bor. Bunga ham bitta joystik yoniga qo'yib beriladi. 1 terabaytli katta ehtimol bilan. Bu narxiga keladigan bo'lsak, o'yinsiz holatda $180 narxga beramiz. Ikkalasini ham $180 4 slim model. Bunaqa narxda topishlar qiyin. O'yini bilan hisoblaganda uni $220-230 qilib beramiz. Holatiga, xotirasiga qarab albatta. Keyingi modelimiz PlayStation 4 Pro modelimiz. 4 Pro o'zingizlar bilasizlar. 4 Pro kuchliroq bo'ladi. Hammasi 1 terabaytli bo'ladi. Asosan bularda 1 terabaytli. Bunda ham xuddi shunaqa bitta joystik, original joystik qo'yib beriladi, qo'shib beriladi. O'sha kabellar, nima kabel kerak bo'lsa, komplektida nima bo'lsa hammasi bor. Korobka unaqa ahamiyatga ega emas PlayStation'larda, chunki M2 seriya raqam unaqa narsa yo'q. Narxlar rol o'ynamaydi. Narxiga keladigan bo'lsak, PlayStation 4 Pro modelimiz 1 terabaytli, o'yinli holatda $240 ga beramiz, o'yinsiz holatda $200 ga beramiz. PlayStation 4 Pro bu ham xuddi shunaqa 1 terabaytli, asosan 1 terabaytda bo'ladi. Bizda assortimentimiz juda ham ko'p. Xohlasanglar tanlab olib ketsanglar bo'ladi. 4 Pro'lar mana 2 donasidan qo'yganmiz. Bundan 6 ta bor. 4 slim modelimizdan 10 tadan ziyodimiz bor. Bemalol olib ketsanglar bo'ladi. Bu skidkada narxlar. Agar mana shu reklamadan kelib so'rasanglar, aka reklamadan keldik, ko'rib keldik desanglar, yana ham skidkasi bor. $10 dan maksimum $10 dan yana ham arzon qilib beramiz sizlar uchun. Keyingi modelimiz mana hozir trenddagi o'sha 5 modellarimiz, 5 slim. 5 slim va mana bu 5 fat deyiladi. 825 talik 5 fatimiz. Bular ham 1 terabaytli bo'ladi. Bular bez disk bo'ladi. O'zining ham xotirasiga ancha-muncha o'yin ketadi. Bemalol o'yinlarni yozib, ana qilib ishlatsanglar bo'ladi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, 4 slim modelimiz mana bunaqa originalni $60, sotuvda $60 bo'lgan joystiklarni yoniga qo'shib beramiz. Korobkalari bor buni. Korobka dokument deydi, korobka dokumentlari bor. Joystik, postik, kabellari, hammasi shunurlari, hammasi bor. Komplektida nima bo'lsa o'shalar bor. 6 oydan garantiyalari bor bunga ham. O'yinlari bilan $480 qilib beramiz. Bez o'yin $430 qilib beramiz. Holatini obunachilarga ko'rsatdik. Ko'pchilik mana bunga qaraydi. Juda ham idealni bo'lib turibdi. Keyin mana holatlari shu ideal, yangi bilan bir xil. Keyin yana bitta narsa bularda plombasiga qarab oladi. Mana bu 4 slim 4 Pro'larda plombalari uzundagi radnoy bo'lib turibdi, plombalar olinmagan.
Mana bundan 4 siling modelimizda 3 ta bor. Bemalol xatisanglar bo'ladi. Va ideal sastinasi, o'sha ideal sastinasi 480 gacha. Bu sal bundan ko'ra bu A+ bo'lsa, bu B+ sastinaligi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, buni 450 dollar o'yini bilan qilib beramiz. Bez o'yin 400 dollar qilib beramiz. Keyingi modelimiz mana 5 fat modeli. 825 talik. Bu arzonroq nisbatan chiqadi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, bez disk bo'ladi. 825 talik. O'yini bilan buni narxini 370 dollar qilib beramiz. Bez o'yin 340 dollarga qilib beramiz. 340 dollarga 5 modeli вообще ishkalat narxda. Buni chunki yangisi o'sha paytda 600 dan mana sotilgan. Bularning ham yangisi shunaqa 600-700 da atrof sotilgan. Do'konimiz manzili Malika bozor A5-do'kon. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Bizda PlayStationlar, MacBooklar, yangi notebooklarimiz mavjud. Sotuvda hammasini garantiyasi bilan olib ketsanglar bo'ladi. Malika bozor A5-do'kon, ko'cha tarafdan ketsanglar bo'ladi. Pastda nomer qoldiramiz. Nomerlarimizga bemalol murojaat qilinglar. Dastlabki xizmatlarimizdan mutlaqo tegin. Telegram kanallarimizga ham joylab boramiz bularni. Bemalol Telegram kanaliga o'tib olsanglar bo'ladi. Kanalimiz rivoji uchun YouTube kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ysalar biz xursand bo'lardik.